Ya, o'ljani zo'ri yo'q. Qizim, ma, bechorani yo'q ol. Bak, buni joni tez, bechorani yo'q ol. Rosa joyiga bordi. Oshna endi faqat barbeki burger yeyman. Bu yerda steak burgeri ham bor. Barbeki burgerdan ham zo'r oshna. Lokatsiyasi ham zo'r joyda ekan, qara. Ertaroq aytmagan ekansan menga. Assalomu alaykum akalar, ehson qilinglar. Onam kasaldi. Voy asal qizim, shakar qizim. Onang kasalmi? Qanaqa kasal? Dadang qayda? Dadam tashlab ketgan. Ukamga pampers bilan qarshi olishim kerak. Iltimos akajon. Sani uying qayerda o'zi? Qo'yliqda, Voy, qo'yliqdan nimadan kelasan? taksida. Voy, hali sen taksida yurasanmi? Fat, siz meni jinni deb o'ylayapsizmi? Ha, onangni men rosa gapga usta qiz ekansan, sen o'zi? Men sizlarni tanidim. Kim ekanman? Blogersizlar, u katta bolalar. Iya, sen tilanchi emas, artist bo'lishing kerak ekan, jon-uka. Biz videolarimizni qayerda ko'rasan sen? Voy akalar, sizlar meni jinni deb o'ylayapsizlarmi yoki chumov deb o'ylayapsizlarmi? Telefonda ko'raman. Hali sen telefoning ham bormi? Voy aka, nima deyapsiz? Mani iPhone'im bor, mana. Voy, tilanchilarda iPhone, men bloger bitta iPhone olmabman, oshna. Telefon bu yoqqa ber, pul bersalaring, berlaring. Men bo'lmasa vaqtimni olmalaring. Paytgacha bo'lmasam men 200 dollar topardim. Men singlim. Bittisini o'zim. He, senga yana qancha berish kerak-ku? Manba 5000, manba 10000. Men pulga o'zlaringni kelorlari, sen kalboz. Peshanangga choy chektirib ol. Yana blogerman deb maqtanadi. Chumoli. Asamga buzib, chachimga tapekkizma. Baqa kelgin sen.